Hammaga salom, sizlar bilan men Alisher. Bugungi videoda yeb to'ymas maxluq ikkinchi qismini gapirib beraman. O'tgan qismda nimalar bo'ldi? O'tgan qismda yeb to'ymas maxluq butun Qirg'izistonni yeb bitirgan edi, lekin biz bittasini chetga qoldirib, u qiz bola ekan. Va u tuxum qo'yib ketgan ekan. Shuning uchun u tuxum qo'yib ketgan ekan. Vaqt o'tib, kunlar, haftalar, oylar o'tib, bo'ron, chang, to'zonlar sabab ularning ustini yer qoplab, yer tagida qolib ketishibdi. Va bir necha yil o'tgandan so'ng Qirg'izistonning qo'shni davlatlari, ya'ni O'zbekiston va Qozog'iston prezidentlari Qirg'izistonni qayta tiklashmoqchi bo'lishdi. Va ular Qirg'izistonni qayta tiklayotganda o'sha Qirg'izistonni yegan maxluqning tanasini topib bo'lishadi, ya'ni o'lik tanasini. Va ular uni o'rganish uchun olib ketishadi. Va ular Qirg'izistonni qayta barpo qilishadi va ikkala davlatning nomlaridan so'z olib, ya'ni Qozog'istondan Qazaq, O'zbekistondan Bekiston, ya'ni Qozobekiston deb nom qo'yishadi. Va ular yaxshi yashayotganda, bir necha yillar o'tganda yaxshi yashayveradi va bir necha yillar o'tgandan so'ng o'sha tuxumdan yorib maxluq chiqib keladi. Va u uylarning ichiga kirib ketadi. Va kechqurun bir bolaning qulog'iga chaynash ovozi va sassiq aynigan hid keladi. Va u uyg'onib ketadi shu sabab. Va qarasa yonida bolaning onasini maxluq yeyotgan bo'ladi. Va bola baqirib yuboradi qo'rqqanidan. Maxluq esa uni ko'rib qoladi. Bola baqirgancha qochadi. Maxluq esa orqasidan quvlaydi va vaqtga qarshi maxluq boladan ko'ra tezroq bo'ladi va shuning uchun maxluq bolaga yetib oladi va uni yeb qo'yadi. Va shunday bo'lib kunlar, haftalar, oylar o'tadi va nihoyat prezidentlarga xabar boradi maxluq borligi haqida. Va prezidentlar ishga tushadi. Ular o'sha tanani tekshirib, qiz bolani bilib, tuxum qo'yib ketgan, ko'payishi mumkin deb deyishib, ko'paygan bo'lishi mumkin deb deyishib, tanasi tajriba o'tkazib, unga qarshi qurol istashgan edi va ular topgan edi o'sha qurolni. Ulardan o'sha quroldan 11 ta bor edi. 11 kamligini sababi uni yasash uchun juda kamyob metall element kerak edi. Shu elementdan ularda kam bor edi. Shuning uchun ularda 11 ta bor edi. Va ular 20 ta askar jo'natishmoqchi bo'lishdi va 20 ta askarning 10 tasiga o'sha quroldan berishadi. 11 tasining atigi bittasini eng samaradorli va eng kuchlisini o'zlariga olib qolishadi har ehtimolga qarshi. Va 20 ta askarni maxluq oxirgi marta ko'rilgan joyga yuborishadi. 10 ta maxluqdan qurol bilan. Qolgan 10 tasi esa maxluqni o'ldira olmaydigan qurollar. Va ular borishdi. Maxluq ko'pini o'ldirdi. Ulardan atigi 5 ta qoldi. Maxluqni o'ldiradigan qurol berilgan odam esa bitta qoldi. Qolgan 4 tasi maxluqni o'ldira olmaydigan qurollar bilan. O'sha 4 tasi o'sha bitta odamni o'rtaga qo'yib 4 tarafdan urib olishdi. Maxluq ularning atrofida aylanib yurardi. Ular bo'lsa maxluqni otishar edi va ulardan maxluq chiqar edi, ular otar edi. O'rtadagi odam esa maxluqni otishga ulgurmay qolardi. Sababi maxluq ko'pincha uning orqasidan chiqar edi. U qayrilib otishga ulgurmas edi. Shuning uchun shunday bo'lib juda ko'p qaytarandi. Maxluq yonboshidan, chapdan, o'ngdan chiqardi. Ba'zida to'g'risidan chiqib qolsa ham ulgurmay qolardi. Va ularda atigi 30 dan qoldi, ya'ni 5 ta urinish. Va maxluq 4 marta sakradi va ular otisha olmadi. Va oxiri ularda atigi bittadan qoldi, ya'ni 4 ta o'q. Bittadan qoldi har bir odamda.
Mahluq ularning omadiga mahluq o'rtadagi odamning qarab turgan tarafdan chiqdi va ular uni otishdi. Mahluqning yorug'dan ko'zi bir necha soniyaga ko'zi ko'rmay qoldi va bir necha soniyaga yorug'dan ko'zi ko'rmay qoldi. Yorug'lik tugaguncha va o'rtadagi odam esa uni otishga ulgurdi va mahluq o'ldi. Lekin ular ishonishmadi va borib uzoqroqdan unga yana o'q uzishdi. Juda ko'p o'q uzishdi mahluqlarning quroldan va qurol buzilib qoldi va ular uni tashlab qo'yishdi va yordam kuchlari chaqirishdi. Kuchlar kelishdi. Mahluqni va askarlarini olib ketishdi. Qolgan o'lgan askarlarning tanasini olib ko'mib ziyorat ko'mib qo'yishdi, ko'mishdi. Va shundan so'ng hamma yaxshi Qozog'istonda hamma yaxshi yashashdi. O'sha bitta eng samarali qonni esa olib qo'yishdi har ehtimolga qarshi va u mahluqning tanasini o'rganib uni o'g'ri bolaligini bilib yengil tortishdi va bo'ldi. Va shu bilan ular tinch ovusda yashashdi. Shu bilan video tugadi. Hammaga xayr, men buni to'qib chiqardim. Xohlasanglar ko'rmanglar, xohlasanglar ko'ringlar, lekin buni videoda boshida aytish kerak edi.